Naymanchani sentridan juda ham chiroyli sotiladigan joyimiz chiqdi. Bunaqa taklif kamdan kam chiqadi. Eng muhimi narxi arzon. Kvartiraga barterimiz ham bor. Katta yo'lda bo'yiga 50 metr Naymanchani svetofordan shunday chapga kirganimizda Tangriqul ko'chada 5-6 hovli. Bemalol buzib tashab uchastka qilsalaring ham bo'ladi, xohlasalaring shu turishida yashasalaring ham bo'ladi. Hozir ichlarini, narx-navolarni aytib o'taman. Like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana xonadonimizga kirib oldik. Xonadonimiz sutigi 5 sutik. O'zini 5 ta uylari bor, omborxonasi ham bor. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. O'zini sanuzeli bor. Qilib qo'yilgan. Hop, mana shu holatda endi turish shu holatda turibdi mana. 5 sutik atrofi o'ralgan. Hop, narxini juda ham arzon aytaman. Bosib oladigan joyi keldi. 40 ming kami bor. Kvartiraga ham barteri bor. Uylarni ichini olmadim. Ayollar, bolalar bor ekan. To'g'ri tushunasizlar. Hovlimizning sahni juda ham katta mana. Mana yerda ham bitta sanuzilchasi bor. Bu tomonida ham 5 ta xonasi bor. Shunaqangi arzon hovlilar kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Like bilan podpiskani bosib qo'yasizlar. Pastda raqam qoldiryapman. Bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Bu tomonlarni ham ko'rsatib ber. Uyimiz juda ham salqin. O'zini zilonli zonachalari, daraxtlari bor. Tasjid qilib, keyinchalik qurilish qilaman deganlar uchun yoki kvartirada yashab almashtiraman deganlar uchun mana bemalol xat hujjatida muammosi yo'q, notariusda ishlaring bitadi inshaalloh.